Amerika aldırıke qadırdı körmələr. Körvatqınıqlar Şinjan televiziya stansiya, Şinjan uyun mədəniyyət arxı şəkişirdi. Şinjan Uğra mədəniyyət arxı şəkişirdi. Həmkarınç uzun olan sunğat. Çoğ iki sənət proqramısı. Abide Yipek Yolu Sadası proqramısının Əl-Qolğuş müsabiqisi. Rahmet. Ben Albatta, vakirlarimiz qatma-qat tanlashlarni buzib o'tib, mana bugun har bir guruhning chempionlari o'zining bayrog'ini egiz ko'tarib, hal qilmish musobaqamizga qadam qo'ydi. İkinci qarorliq Yipek Yolu Sadasi programmasida birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajaga erishgan vakirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, birinchi darajaga erishgan vakirimizni Kamron Buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamron Sodi chekishtirdi. 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci dereceye erişken mahkemesi bolsa, diyarımız içimlik sahasında öz aldığı Abide Sudası ile büyük şerifte işler çıkarmaktan, Şinjan Abide Biyopenteknik Karaka çekip şerifte 100 ming yuan kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilen tartiblaydı. Üçüncü dereceye erişken mahkemesi bolsa, her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için tirişçilik göstermaktan, Şinjan İşbar Biyoteknolojisi 80 ming yuan kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilen tartiblaydı. Dördüncü dereceye erişken mahkemesi bolsa, Uyghur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Şinjan O'tmar xalqaro sudi shirkati eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Wow, mukofotimiz bir-birsidan esil, bir-birsidan sarxil. Albatta, Yipek Yo'li Sadasi qush ovozlar sayrosi. Undaq bo'lsa, biz eng oldi bilan har qaysi guruhining yetakchi ustozlari, shundaqla har qaysi guruhining chempionlarini sahnimizga taklif qilamiz. Aldı bilen seknimizge teklif kıldığımız bolsa, Abdullah seknisinin yetekçi ustazı Abdullah Abdurrahim Efendi bilen Abdullah seknisinin çempiyonu Mehmetcan Ahmet. Durup geldim seni ey Dağda hicran kaydı sen ey Durup geldim seni ey Dağda hicran kaydı sen ey Erdoğan can kalları da Allah ey Abi perişan kaydı sen ey Erdoğan can kalları da Allah perişan kaydı sen ey Halını deymen kezmegen Kezmigen ey O Kerbala'nın deştleri ey Elmürüp izdeydi göz Allah ey Göz yeşi kan kaydı sen ey Elmürüp izdeydi göz Allah ey Göz yeşi kan kaydı sen ey Durup geldin seni ey Dağda hicran kaydı sen ey Durup geldin seni ey Dağda hicran kaydı sen ey Erdoğan can kalları da Allah ey Ali perişan kaydı sen ey Erdoğan can kalları da perişan kaydı sen ey Kan göz
kishi qanqaydi seni. Rahmat Abdullah Ustaz, Mehmet Efendi, şunda qaltis bo'lgan başlanışdan birini qilib berdinglar. Unda qolsa Abdullah Ustaz, sizning shu bugungi musobaqamiz boshlanishdan burun ko'pchilikka deydigan qanday yurak so'zingiz bor, shundaqla sizning o'zingizning mahiringizga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum naq maydondagi barliq qarindoshlar. Assalomu alaykum ustozlar. Va assalomu alaykum televizor oldida davomli o'tirib Yipak yo'li sadosi xush ovozlar saynasini tomosha qilib, bizni eng qizg'in ruhda qo'llab kelayotgan aziz qarindoshlar, sizlarga bizdan eng oliy salom va ehtiromlar bo'lsin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, qisqagina yarim yildan ortiq bir vaqt ichida biz mushu inlarimiz, singillarimiz bilan, shogirdlarimiz bilan ustoz sifatida ajoyib, go'zal va ma'no to'lgan bir hayotni beshimizni o'tkazdik. Shuning uchun ma'noliq va go'zal hisoblanadiki, biz bu jarayonni o'gitish va o'rganish jarayoni deb hisobladik va amaliyot ham shuni isbotladi. Bizda bor bo'lgan va bularga kerakli bo'lgan o'gitlarni, tajribalarni bularga o'rgatdik. Qo'limizdan kelishicha. Ham o'z navbatida bulardagi yoshlikdagi to'sun otdek shoshliqni va turgullikni, yoshlikdagi ajoyib qizg'inlikni, g'armaydigan, talmaydigan bir ruhiy kayfiyatni qaytadan bir qatim o'rganib chiqdik. Agar hayotda har bir odam mana shunday fursatlarga ega bo'lganida, menimcha uning hayoti chuqur ma'noli o'tadi. Qisqasi, biz eng zo'r darajada tirishchilik ko'rsatib, o'z doiramiz bo'yicha, bizga berilgan vazifalar bo'yicha o'z mas'uliyatlarimizni ado qilishga tirishdik. Ya'ni bilmaganni o'rganishdan tatinma. Bilganingni bilmagandan oyima degan hikmatning ro'yiga asosan bu og'inlar bilan biz eng yaqin qarindoshlik munosabatini va do'stlik munosabatini o'rganish jarayonida o'rnatib chiqdik. Yipak yo'li sadosi xush ovozlar saynasining vazifasi. Bu bizning vazifamiz. Endi raqobatga to'lgan bugungi kunda biz texmi ko'p izbosarlarga va ilm ahlilariga, hunarvand kasbkorlarga ehtiyojimiz. Jamiyatimiz ehtiyoj, xalqimiz ehtiyoj. Bu raqobatli hayotda shu vajdan biz har qaysi kasb, har qaysi sohalardagi ustozlarning o'z kasblari bo'yicha, o'z hunarlari bo'yicha texmi ko'p izbosar va ilm ahlillarini yetishtirishga ko'ngil bo'lib qo'yishlarini tuvanchilik bilan umid qilamiz. Oxirida endi Muhammadjon o'xshash har qaysi guruhlardagi savodoshlarimizning, naqshchilarimizning, shogirdlarimizning bugun o'zini qo'yib yetib, bugungi musobaqa deb o'ylamay, bir maydon o'yin deb o'ylab, bosh qarindoshlarimiz bilan ma'lum bir fikrni o'rtoqlashayotgan hissiyatda o'zining eng yaxshi ifodalarini ko'rsatishni umid qilamiz. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, Mehmet Efendi. Mana siz Abdullah Saknasining bayrog'ini egiz ko'tarib, bugungi hal qilg'ish musobaqamizga qatnashishda turibsiz, shundaqmi? Unda qolsa, mushu topning o'zida sizning Abdullah ustozga beradigan qanday va'dangiz bor? Assalomu alaykum. Televizor ekrani oldidagi barcha qarindoshlar, hammanglarga Mehmetjon Ahmaddan o'tliq salom. Men mushu oz bo'lmagan mushu 7-8 oy vaqt ichida men bu müzik sahasida kasbiy bo'lmasammi, Abdullah Abdurim ustoz men va bizningki guruhdagi barliq savodoshlariga o'zining oz bo'lmagan ajrlarini so'ndirdi. Buningdan men barliq savodoshlarim vakolatan Abdullah ustozimga bir salomimni berib olgan bo'lsam. Shundaqla ustozimninki texmo ko'klab yurib ketishini chin ko'nglimda umid qilaman. Xo'sh, rahmat Mehmetjon. Qani, ustoz, bugun bormag'aysiz. Qani, o'quvchingizning natijasini ko'radigan vaqt keldi. Qani, unda qolsa Mehmetjon, tayyorlik qilishtiraylik. Qani. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi saknimizga taklif qiladiganimiz bo'lsa, El Rai guruhining yetakchi ustozi Dilshod Roidil apandi bilan uning guruhining chempioni Akbar Ahmad Siba.
çalsam ünermi altın tupurak yar gönlüm uruk çalsam ünermi kumdan dikiş buldum halım yar bilermi kumdan dikiş buldum halım yar bilermi ey muhabbet ey muhabbet kumdan dikiş buldum alım yar bilermi kumdan dikiş buldum alım yar bilermi Beni otqa salgan ya üzüm tenki yermu Beni otqa salgan ya üzüm tenki yermu Esritimge derdimge perva kılmay yürermu Esritimge derdimge perva kılmay yürermu ey muhabbet ey muhabbet Esritimge derdimge perva kılmay yürermu Esritimge derdimge perva kılmay yürermu La 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 Rahmat, rahmat ustoz, rahmat Akbar aka. Ishkalani shu aytgan naqsini anglab, men shu o'zimning shu ayni davrdagi yoshlik vaqtlarim kelib vals o'ynagan vaqtlarim ko'z oldim kelib ketdi. Nima degan go'zal lirikalik to'lgan melodiyalar. Rahmat sizlarga, rahmat. Uni qolsa Dilshod aka, sizning hozir shu musobaqamiz boshlanishidan avval ko'pchilikka deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Birlikda anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Televizor ekran aldı o'tag'in ko'rarmanlar. İpekgül sadasi bu sahnasi ichilib hozir kelgicha mana bak bir yaxshi bir sahna yomon nurg'ulg'an shu san'at suyar mush kasbni qiziqayotgan mush kasbni tirishib o'rganayotgan nurg'ulg'an talantli yoshlarimizga yaxshi bir sahna bo'ldi. Bu orqali nurg'ulg'an san'atkorlarimiz, yosh san'atkorlarimiz o'zining talantini keng xalq ommaga joriy qildi. Ko'rurmanlar bilan tanishdi, ko'rurmanlarga tonildi. Akbar Ziba bugun men bilan shu sahna turibdi mana. Bugun kelgicha, shu bosqichgacha oz bo'lmagan jafolarni chekdi. Ham ko'p qantarsin dedi. O'zining yuqori saviya bilan naqsh o'rlash maharati bilan bugun kungacha keldi. Biz shu bir yarım yildan ortiqroq vaqt tashidi. Akbardan boshqa yana 15 o'quvchim bor bularmi? Birinchi turkum, ikkinchi turkum shalinib hozirgacha mana Akbar yolg'iz qolibdi.
Aşı o'quvchilarimni o'zining eng yaxshi ko'rgan, eng yaxshi o'rinlaydigan naqshlarini televizorda keng xalq ommasi bilan yuz ko'rsatdi. Men ularga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ularni aşı o'quvchilarim hammasi mushu sahnadagi chimki bilan o'xshash. Ammo Akbar texmo zo'r jafolarni chekdi. Biz araliqda jiq mashqlarni birga qildik. Bildiğimni bulardan ayımadım, ügettim. Bular zor tırışçılık gösterdi. Keng tomoshabinlarning Akbarning naqsini texmi yoqtirib olishni umid qilaman. Rahmat. Bu safar Aydın ustoz mana o'zining aytgan naqsiga o'xshash intayin mehr muhabbatli so'zlarni aytdi. Unda qolsa Akbar efendi, o'zingizning ustozingizga deydigan qandoq va'dingiz bor, qandoq yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum. Televizor oldidagi ko'rilmanlar, aziz tomoshabinlar, men necha yil bo'pti, 15 yil, 16 yil bo'pti mush kasbni yaxshi qilaman deb mush kasbga berilyapti. Bu jihatlarda men ancha jiq taraq qilolmabdiman, ammo mushu 20 yil jarayonda men boshqacha taraq qildim deb o'ylayman. Mushu jarayonda ustozimning ajri bek ko'p bo'ldi. Ham ota-onamningki, urtiqalarimning, ayolim, bolalarimdan tortib hammasini menga shunchalik qo'llab, yaxshi qilgan, xalq uchun yaxshi xizmat qil deb menga yo'l solgan uchun men mushu saknda hammalarga rahmat aytaman. Men eng mushu naqshi jihatda bilimni jiq oldim deb o'ylayman ustozimdan. Haqiqiy yomon naqshchi. Boshqa o'quvchilarga vakolatdan yana davomliq hammamiz tashlab o'tmay o'qituvchimizni kelib ustozimizdan mangu birga naqsh aytib tang taraq qilishimizni umid qilamiz. Ustozimizga hammalarga vakolatdan men bir salom qilib olayman. Rahmat. Umringiz uzun bo'lsin ustoz. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat sizlarga rahmat. Qani ustoz, hurmat taqdim o'rnilar. Qani, marhamat. Bunda qolsa Akbar efendi, tayyorlik qilishdir. Yeni şatlık abide abdesin temlik gazlık içimligi. Cesaretlik olun. Abide vitaminlik kuvvet içimligi. Taşkan energiya, işenç ve cesaret abide energiya içimligi. Bu boğaxlağa Kamran'dan başqası dika. Member kimlerle Hem nazlağıla tapet, süzgeçlik salafat ata qiladigan zamonaviy moda kiyim-kechaklar uning tasavvurida paydo bo'ldi. Member kashfiyotchi. Ilmga herisman qalbi, ijodkor qo'llaridan tutgan to'ksiz dazmol, temitib sug'urish uskunasi uning natijasi. Member oddiy san'atkor. Sahnalarga issagan, muhabbatli plastinks va naqshkechiliklardan guldasta tuzgan bu silliq san'atkor. Member o'qituvchi. Kiyim-kechak dunyosiga rangbarliq ata qiladigan bir turkum kishilar talbada armonlarga yetgan. Sizmi bu qo'shinning bir a'zosi bo'ling? Diyarımız içimlik sahasındaki abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyofen Teknik Terapiya Çeklik şirketi Mahirlarga Ahmet Tileydi. Bu programımızda Mekir muhabbetini özüge mizan kılan Mekir'i yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası Samimi Askartulu. Programımız hazırda başlıyor. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Endi saktimizga taklif qilganimiz bo'lsa, zo'r saktisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos xonim bilan uning chempioni Komil Jilil.
amrığım qarab qalğaçlar uçtu kaya açık hayal güzeldir ben seni sevganda sensin yağmur derizemge uruganda açık hayal güzeldir ben seni sevganda sensin yağmur derizemge uruganda derdimi süzleymen güllerge içiyorsun aksini begimda açık hayal güzeldir ben seni sevganda sensin yağmur derizemge uruganda açık hayal seni sevganda Assalamu alaikum, hürmetlik azizler, hammanglarga ali ihtiramlar bo'lsin. Mushu İpek Yolu sadasi, xush ovozlar saynasi boshlangandan tortib ta hozirgacha mushu isil bo'lgan katta sahnada nurg'unlagan o'quvchilar bayqaldi. Biz intayin faxrlandik. O'quvchilarimiz o'ziniki eng isil talantlarini namoyon qilib oldi. Unda bo'lsa bizniki mushu İpek Yolu sadasi ikkinchi qarordagi barliq o'quvchilarning bugungi natijalarining utuqliq bo'lishini, mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz hamma o'zimizning guruhdan, o'zimizning sahnasidan bak isil qaltis o'quvchilarimizni ochiqlikcha mushuning o'zimi mushlarga yetarlik. Endi biz bugun yana bir qitim isil kechilik o'yin qo'yib bermoqchi. Shundaqmi? Unda olsa Kamilga men eng isil tilaklarimni tilash bilan birga qolgan 3 ustozning qo'lidagi barliq o'quvchilarimizga qaltis bo'lgan mahoratlarini namoyon qilishni umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Güzel tilaklarınız ko'p rahmat. Unda olsa Kamil,
ustozimizga beradigan qanday va'damiz bor? Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'rganlar, naq maydondagi bag'alg'ich ustozlar va aziz tomoshabinlar, hammalarga nur saynisidagi Komil Jalildan o'tliq salom. Ikkinchi qara Ipak sadasi boshlanib, oxirgi halqimiz bosqichga qadam qo'yibdi. 16 bolaning orasida men nur saynisini bayrog'ini ko'tarib hozir elib keldim. Bu jarayonda ustoz bizga xohlaganda ustoz bo'ldi, xohlaganda apining o'rnida, xohlaganda hadining o'rnida. Kecha-kechalab bizga mashqlarimizni bo'lsin, naqsh etishlar nurg'un yordamlarni qildi endi. Rahmat, rahmat. Oxirida ustozning tinining salomat, turmushining xotirjam bo'lishini, shundaqla bir program oxirlashgandan keyin tashib ketmay, davomli bir sahnada o'sha naqshlarni o'qib turishimizni tilayman. Rahmat ustoz. Rahmat, rahmat. Kelinglar, rahmat. Qani ustoz, hurmat taqdirdan o'rin e'lon qiling. Marhamat. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar. Endi saktimizga taklif qiladiganimiz bo'lsa, Melodiya guruhining yetakchi ustozi Odila Sidiq bilan uning chempioni Gulbanom Akin. Naqsha aytib kezibdimen ey ko'rkam ilim o'zimga talmurib avo gulum jamolingni tengdoshsiz deyman canım sen hava gülüm canım sen hava Nakşan bilen ürkeş yasap akar eli deryası Kız yigitler küyleydu aşık küy Nehir verip özdürgen yurtum gülüm canım sen hava gülüm canım sen hava gülüm我骑着马儿唱起歌儿，走过了一里，看见了美丽的阿瓦尔古里。天涯海角，谁能比得上你？海，美丽的阿瓦尔古里，海，美丽的阿瓦尔古里。Mehri bilen şadlanar adam, mehri bilen tatlınar kadem. Hemre bulup barca hemige mehirlen. Mehr alaydı sultan paraşuga her bir ailega mehr ato qilg'usi.
jasoratli bo'ling. Obida vitaminli quvvat ichimligi. Talant sizdə. İsil təm, Abida alma və limon təmlik soda suyu. Ulug'jat Örkeş Jo'ngtiri cheklik mas'uliyat şirkati 1996 yil qurilgan bo'lib, 200 nafarga yaqin ishchi xizmatchiga ega maxsus tövbe fermasi. Xalqarалық ilg'or mashina ustunlar inchik ishlab chiqarish liniyasi orqali tövbe tebit pishiqlab ishlash, ilmiy to'qimchilik, kiyim-kechak qatorliq cho'ng turlarni mustaqil ishlab, ishkir o'lkalar va chet ellarda zo'r olqish va keng bozorga erishgan muntazam korxonadir. Yeni sanoatimizdagi zo'r namoyanda Örkesh Jo'ngtiri şirkati hammamizni yep-yangi bir salofat va sog'lomlik hayoliga boshladi. Tövbe tebit mahsulotlari bilan sog'lomligimizni qo'g'daydi. Örkeş. Madar sütlük içimliki azim qilishni yaxshilab, sizni texmo güzel ruhluq ko'rsatadi. Abidos şirketining alayda sovg'isi Madar LAB sütlük içimliki. Diyorimiz içimlik sohasidagi Abida soda suyu ve meyve şerbetini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biyofen Texnik Terapiya cheklik şirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda Mehri muhabbetini özüge mizan kılan Mehri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alayda talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimi askar tutup. Programımız hazırda başladı. Rahmat ustoz, havo gul namliq naqshashindaq bu nima degan ish qilamish. Bek güzel melodiyalarni ilib keldinglar. Unda qolsa Odila ustoz, sizning hozir mushu musobaqamiz boshlanishdan burun ko'pchilikka deydigan qanday shiraksizsizlar? Assalomu alaykum. Barliq tomoshabinlar, assalomu alaykum. O'qituvchi ustozlar, shunaqla o'quvchi mayirlar, assalomu alaykum. Televizor oldidagi ko'rinman do'stlar. Men mushu fursatdan foydalanib, birinchi bo'lib har bir arzu arman egisiga rahmat aytaman. Chunki shundoq bir arzu armanning istikida, shuningdek yongan bir xil o'tning ishqida biz mushu yerda sahnada turib naqsh yetishga muyassar bo'ldik. Siz bilan men shundoqla tomoshabinlar bilan mushu yerda uchrashishga muyassar bo'ldik. Hayotimiz ma'nolarga ega bo'ldi. Men o'ylayman, har bir odam cho'qim o'zininki mushu arzu armoniga hamon bir kuni rahmat aytadigan vaqti bo'ldi. Chunki arzu armon degan odamninki hayotini mayli uzun ham qisqa deb o'ylaydigan bu hayotimizga nurg'un behuda nishonsiz o'tib ketgan vaqtlarimizni to'ldirib berdi. Hayotimizni ma'nolarga to'ldirib berdi. Shuna deb o'ylayman, har bir odam qiyirgan vaqtida o'zining navr-chavrlariga, qo'lim qo'shnilarninki ushaq bolalarga men yosh vaqtimda mundaq ishlarni qilganjimi deb bunda bir deb berilgan bir hikoyasi bo'lishi kerak. Eng muhimi bu arzu arman odamlarga shunaq bir ahamiyatli, hikmatli hikoyalarni ato qildi. Ikkinchi bo'lib men mushu Ipak yo'li sahnasiga rahmat aytaman. Mushu Ipak yo'li sahnasi shundoq arzu armonlarimizni tavlaydiganga fursat berdi. Shundoq xushallik damlarni birga o'tkazishga bizga muyassar qildi. Eng muhimi hayotimizga nurg'un hikmatli hikoyalar mana bu sahnada barpo bo'ldi. Shuningdan men intayin xursand bo'ldim. Eng oxirida men singlim Banu qizni hozirgacha mushu qadamgacha, mushu bosqichgacha yetib kelaligidan tabriklayman. Bu singlim meningki yosh vaqtlarim ham xayr emas, lekin mening yosh vaqtlarimnikidek shundoq o'quvchi vaqtlarimnikidek shundoq jasoratli, o'zigarchi qiz bo'lgani bilan, lekin o'g'il boldek irodali, qaysar bir qizgan. Men o'quvchi bo'lib kirgan vaqtda men bu singlimizningki shundoq bir o'zininki arzu, o'tdek bir arzu armonning ishtiyoqida o'zini parvondek chiroq urib turadigan bir xil ruhidan nayt ta'sirlanib bugungi mana shu bosqichlarga yetib ketdimiz. Endikisi bo'lsa biz uchun huzur, endikisi bo'lsa biz uchun xushallik. Hozir mening kayfiyatimda shu xushallikdan boshqa narsa yo'q. Mening ham xushalligim sizlar bilan tang bahramon bo'lishimni men intayin o'shada arzu qilaman ham. Hammamiz birga o'shada bir xushallik, bir tuyg'uda bahramon bo'lishimizni chin dilimda umid qilaman. Oxirida singlimimiz Banuga yaxshi natijalar o'tib bo'lsin, shunaqla boshqa guruhdagi har bir mayirlarga unutilg'isiz damlar yor bo'lsin. Hammanglarning kelgan qadaminglarga marhaba. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, unda qolsa qaysar, shunaqla irodalik Banu qiz. Sizning ustozingizga deydigan qanday shiraksizsiz ba? Ekran oldidagi barliq tomoshabin do'stlarga ham shundaqla naq maydonga kelgan barliq urug' tuqqan do'st birodarlar, ham shundaqla bog'lovchi ustozlar, hammanglarga men Gulbanu Erkindan o'tliq salom. Rahmat. Adila Ma'lumning guruhiga kirgandan keyin barliq mayirlar 16 miz hammamiz
nurg'un jafolarni chekdik. Az bo'lmagan tirishchanliklarni ko'rsatdik. Yaxshi tayyorlik qilib, yaxshi natijalarni elish uchun. Eng oxirida men tanlanib, bu mash'alni bizning guruhda men ko'tarib, hozir mana bu sahnada turibdiman. Men mo az bo'lmagan jafolarni tatdim, qiyinchiliklarni yengdim. Mush fursatda men meni hozirgacha qo'llab kelayotgan ota-onalarimga, urug' tuqqan do'st birodarlarimga ham shundaqla meni o'z singlisida ko'rib, nurg'un ishlarimga yaqinda yordamda bo'layotgan suyimli ustozim Adam Adila Adamga chin ko'nglimdan rahmat. Sizga rahmat. Rahmat. Bugungi maqsad bu musobaqalashib hozirgi vaqtga kelganda bu biz to'rtimizga nisbatan bir musobaqa emas. O'zimizning naqshlarimizdan sizlarga bu naqshlarni sunib, sizlarning huzur og'ininglarni ko'rish bizning muvaffaqiyatimiz deb o'ylayman. Shunga hammanglarning bugungi bu kechilik musobaqa emas, bu kechilikni yoqtirib ko'rishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. İkinci qarorliq İpek Yolu Sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron Buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron Savdo chekishdi. 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Suda suylar sharqda ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot chekishdi. 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Spar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Dördüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar tarafından Xinjiang O'zbek xalqaro savdo chekishdi. Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mana hurmat sazobar bo'lgan 4 ustozimizni biz sahnimizga taklif qilib oldik. Albatta, 4 mahirimizmi orqa safda tayyorlab bo'ldi. Albatta, İpek Yolu Sadasi programmasining hal qilg'uch musobaqasi 3 aylanma bo'yicha ilib berildigan bo'lib, bugungi, ya'ni baholash huquqini biz baholag'uchilar guruhi, shundoq yana xalq vakillarining qo'liga topshiramiz. Albatta, bugungi bu musobaqamiz boshlanishidan avval mahirlarimiz sahnimizga chiqib, oldi bilan chek tortish orqali o'zining sahnaga chiqishiga rad tartibini belgiladi. Shundoqla, dal mana shu rad tartib bo'yicha o'zining vaqtini o'rindaydi. O'rinda bo'lgandan keyin baholag'uchi ustozlar guruhi, shundoq yana xalq vakillari ularga bilet tashlash orqali ularga bo'lgan bahosini berdi. Eng oxirgi natijasini chiqarishga, shundoqla eng oxirgi natijasini e'lon qilishga biz bugungi bu san programmamizga Xinjiang hukumat guvohlik o'rnidan Aynur Tursun xonim bilan Dildor Erkin xonimni taklif qildik. Qarshimiz bugunga qatnashgan bo'ldi. Albatta, bugungi bu musobaqamizning eng oxirgi natijasi baholag'uchilar guruhidagi ustozlarning bergan bilet sonining 50%. Shundaqli yana bizning xalq vakillarining tashlagan bilet sonining 50% bo'yicha hisoblanadi. Birinchi aylanma musobaqamizda natijasi eng yuqori bo'lgan mahirimiz, eng oxirgi aylanmamiz, ya'ni ikkinchi qarorliq İpek Yolu Sadasi programmasining hal qilg'uch musobaqasining chempionligini talashish aylanmasiga bevosita qadam bosdi. Unda bo'lsa, ular tayyorlik ko'rish bo'lgan orliqda biz bugungi bo'lsan programmamizga alayda taklif bilan qatnashgan bir aziz mehmonimizni taklif qildik. U bo'lsa, xalqimizning faxrli qizi, atoqli kompozitor, ustoz san'atkor Sanobar Tursun. Assalomu alaykum barliq aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum ustozlar. Hammanglar bilan bugun didorlashayotganimdan nihoyat xursandman. İpek Yolu Sadasi programmasidagi mahirlarga bugungi musobaqa natijasiga ham bundan keyingi san'at hayotiga zo'r muvaffaqiyatlar tilayman. Qurulgan uli bilan bug'doy
qo'li bilan tam etken tam oqartgan nan yaqqan jon yashartgan analarning anisi ikin zarda joy etken Qaymaklık süt bilen andaslep çay etken andaslep çay etken muhabbetke garip derya boydu ki halik muhabbetke garip Uygur'un hoşgaylığı iyiliği katalı Uygur'un hoşgaylığı iyiliği katalı İgiz haman aldı Ay astıdan saz çaldı İgiz haman aldı Ay astıdan saz çaldı Çaqqan mahir kollarga kişi qarab qaldım Çaqqan mahir kollarga kişi qarab qaldım Köp şair var, batır var, hem sadır var. İlida köp şair var, batır var, hem sadır var. Gül var, nozuk var, lütfullah var, nazım var. Sumarım tutqanda, ililik ona. Mağısın dey etken çağ. Etken çay ata buvam et küzgen çay
yetkizgençe muradımga yetkizgençe ata buvam etkizgençe muradımga yetkizgençe Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Undaq bo'lsa, dastlabda aytib o'tganimizga o'xshash, endi biz 4 mohirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani undaq bo'lsa, mohirlarimiz sahnaga marhamat. Undaq bo'lsa, mohirlar, qani qo'limdagi chekni tortish orqali bugungi o'zinglarning sahnaga chiqib numar o'rindashdagi badtaraflarni belgilaysiz. Qani, Gulban. Gülbanım, 3. bulup sahnaga chiqdi. 3. bulup. Mehmetcan, Ahmet, 2. bulup sahnaga chiqdi. 2. bulup. Kamil, 1. bulup sahnaga chiqdi. Akbar Ahmet Zuba, 4. bulup sahnaga chiqdi. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, qani, tag'in makirlar tuvanga tushib, tayyorlab qolishtirsanlar. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rsatadigan mohirimiz bo'lsa, Nur sahnasining chempioni Kamil Jilil. İkinci karar İpek Yolu Sadası programması başlanğandan tatip ta hazırgıça 16 o'quvchini Nur sahnasiga qabul qildim. Gerçi daimsiz şalınış, talınış bo'lgan bo'lsa-mu, o'quvchilarim o'zininki eng esil naqshlarini tomoshabinlarimizga yuz ko'rishtirib, o'zininki o'rnini haqiqiy topdi deb o'ylayman. Kamil Jilil o'quvchim Nur sahnasining ikinci karar 16 soniga kirgandan tatip Nur sahnesida eng tahminlarlik bir suyimlik o'quvchisi bo'lib qoldi. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men Kamil Jililga eng esil oliy tilaklarimni tilayman. Siz eng qaltis. Bu sen ilişkin maqsadın, üzerinde bir xalq bir ko'rsatish, üzerinde kam bo'lgan narsani do'stlarning kasb bajarishini o'rganish maqsadida bu programma qatnashdi. Programma qatnashib Nur sahnasiga tanlandim. Yetib o'tgan eng oxirgi, eng cho'ng bo'lgan alkoglik bosqichga qadam qo'yapmiz. Bu bosqichda ma'lumot qanday natijalardan qat'iy nazar, xalqqa yaxshi bo'lgan narsalarni sunib, xalqning olqishiga ba'zi erisha olsam, men eng cho'ng natija qarayman. Oxirida Nurdisa ustozga deydiganlarim bo'lsa, biz nurg'unlagan aslidan qoldirib, nurg'un narsalarni o'rgatib, yaxshi yo'llarni ko'rsatib berdingiz ustoz. Rahmat, tinimiz salomat bo'lsin. Oxirida ustozning tinimiz salomat, ishlarini uftoqliq hamda Nur sahnasining oxirigacha jo'lolinib, jo'loliq bir sahna bo'lishini tilayman. Parlaydı armağan Vay parlaydı armağan
ürkeşleydi milyonlap barxan yer astı değil çıqqanda quyosh ürkeşleydi milyonlap barxan tumurg'av kadmi ahav karvon uchun qumliq yaralg'an Kümülgen altın açtır hayat birer mücizatlarga kumga kümülgen altın açtır altın açtır Take them all, come, take them all, come. Take them all, come, take them all, come. Makan, ekmeği makan, ekmeği makan, ekmeği makan. Ecdat ruhi. Birinci dereceye erişken mahkememizni Kamran Boğazlar Mesulatlары arkalı halkımızın kızgın alışığı eriştirivatkan Şinjan Kamran Sodi çekiştirdi. 120 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilan tartışlaydı. İkinci dereceye erişken mahkememizde bolsa diyarımız içinlik sahasida öz aldığı abide sudası ve şerifli işlep çıkarvatkan Şinjan abide biyoteceklik tarafa çekiştirdi. 100 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilan tartışlaydı. Üçüncü dereceye erişken mahkememizde bolsa her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için Hristiyanlık göstervatkan Şinjan İhbar Biyoteknolojisi 80 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilan tartışlaydı. Dördüncü dereceye erişken mahkememizde bolsa
Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar korxona Shinjong O'tmar xalqaro savdo-texnik shirkati Eksan kiyimchiligi 60 million qiymatiga Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, endi sektimizda mahorat ko'rsatadigan mohirimiz bo'lsa, bugungi 2-numorli mohirimiz Abdullah sekmisining chempioni Mehmetcan Ahmed. Assalomu alaykum. Qisqagina bir yil jarayonida biz bilan shu o'z kasblarida, o'z arzusi bo'yicha tirishchanlik ko'rsatgan barliq savodashlar, sizlarga o'zimizning eng oliy salomlari bo'lsin. Sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Abdullah sahnasidagi oxirgi mahirimiz Muhammadjon ham Japa Mushaqqa orasida oxirgi qadamlargacha yetib keldi. Bu qatimqi hal qilg'ich musobaqa menimcha texnik qizg'in va nihoyat ravon yurishidi. Oxirida Muhammadjonning yaxshi natijaning egasi bo'lishiga cheksiz ishonaman. Ikkinchi qatimliq bu Ipak yo'li programmasiga qatnashishdagi asosiy sababim men shu ustozlardan o'zimga loyiq bir bilimlarga ega bo'lsam, mush jarayonlardan o'zimning kamchiliklarimni mush Ipak yo'li sadosi programmasi orqali mush kamchiliklarimni to'liqlab olsam degan maqsad bilan kelgan. Men va barliq Abdullah sahnasidagi barliq savodoshlarimizga eng chong ajrni sundirgan ustozim Abdullah Abdurrahimning umrining uzun bo'lishini tilayman. Rahmat sizga ustoz, jafo chekdingiz. Joyim qayyandur, ayağımda uzak Barar joyim qayyandur, ayağımda uzak ayağımda uzak Yeter çağın kaçandır, ayağımda uzak yol, ayağımda uzak yol, uzak, uzak, uzak. Sarmış perişten, üzümidi burişten. Kuşri sarmış perişten, üzümidi burişten. Saçlarımda kundu kar, ayağımda uzak yol, ayağımda uzak yol, ayağımda uzak yol, uzak.
uzak, uzak yol. Kuvam şundaq mangan iken, taqat yükü tangan işken. Kuvam şundaq mangan iken, taqat yükü tangan işken. Ümit olsun ayağımda uzak yol. Ümit uzun ömürdün, ayağımda uzak yol. Ayağımda uzak yol. Uzak, uzak, uzak yol. Uzak, uzak, uzak yol. Ayağımda uzak yol. Abide Abdes'in pembe gazlık içimleri. Abide Abdes'in pembe gazlık içimleri. Mehri bilen şadlanar adem, mehri bilen faxrlanar qadam, hamra bulup barcha hamiga mehrlan. Mehr alaydı sofun paraşuge her bir ailege mehr ata kılgısı. Bu bavaqlağa Kamrandan boshqasi beka. Kamran, bavaqla bulmaqi. Her qitim mehr markasini ko'rganimda ixtiyorsiz onam mehrini eslayman. Anamdek mehrini vermezken hiç kim, anamdek düşünmesin hiç kim. Çiçekli mehirlik sığlaştıran iken anamdan mehri çırayla. Mehri yurishlik chat sopulları. Sahnada Uyg'ur Amabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda Serkerde? Şundak. Serkerde, gündelik durmuşumda, seferde, hatta sahnede mi serkerde yürüyüştükleri ma hemrah. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Serkarda yurishliklari bizga hamroh. Serkerde yürüyüştükleri hemmimizge hemrah. Serkerde.
kesin temlik gazlık içimligi. Diyorimiz içimlik sohasidagi Abida soda suyi ve meyve şerbetini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biyofartexnik taraqqiyot chekligi şirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda Mekir muhabbetini özüge mizan kılan Mekir yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimiy askar turu. Programımız hazırda başladı. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, endi sektimizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi 3-nomerlik mahirimiz Melodiya guruhining chempioni Gulbanim Erkin. Bu qitimli hal qilg'ish musobaqasiga har qaysi guruhdagi 4 kuchlik mahirlarni shundoq astoydil, jiddiy tayyorlik qildi deb o'ylayman. Albatta bizning Melodiya guruhimizning qizilguli Gulbanim singlimiz o'zining puxta tayyorligi bilan hal qilg'ish musobaqasiga qatnashmoqchi bo'ldi. Gulbanim singlimiz o'zi bir ko'p qirliq naqshchi bo'lib musobaqa jarayonida mayli xalq ahonglari bo'lsin, hozirgi zamon naqshlari, shundaqla moda uslubdagi naqshlar, hatto chet el tilidagi naqshlar bo'lsin, mayli voyaga yetkazib, aytib bizning shundaqla tomoshabinlarningki qalbidan cho'nqur o'rin olgan. Eng oxirida men mush fursatdan foydalanib, Gulbanim singlimizning san'at hayotiga zo'r utuq tilayman, g'ayrat qilaman. Mening Yipakli Sadasi programmasiga qatnashdiki sababim bo'lsa, mush musobaqa qatnashib, o'zimning bilgan bilimlarimni keng xalq ommaga sunsam, mana shundaqla texmo mukammal bo'lgan bilimlarga erishsam degan maqsaddan bu musobaqaga qatnashgandim. Mayli tanlagan naqshlarim bo'lsin, mayli o'zimning musobaqaga ishlatgan naqsh muzikalarim bo'lsin, odam olib o'z san'atidagi ko'rib, ishimga ko'ngil bo'lib, har jihatdan men faqat mashqimga mas'ul bo'ldim, qolgan ishlarimning hammasiga ma'lum bir qo'lliq mas'ul bo'lib, men nurg'un ham andishlarimni yo'q qilib, qiyinchiligimni hal qilib berdi. Bundan muallimimga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Muallim jafo chekdingiz. Qolgan 3 mahirga omad tilayman. Rahmat.
İkinci qarorliq Ipak Yo'li Sadosi programmasida 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 darajaga erishgan mahirimizning Kamron Buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron Savdo chekishtirdi. 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Suda Zuyda Büyük Sharqda ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ishbar Biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. To'rtinchi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar tarafından Xinjiang O'zbekiston xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Programımız bilen 2015 yılı tentenlik bazar sevilgan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaşkan. Xo'sh, endi sektimizde maharet ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi 4 numaralık mahirimiz. Shundaqla Al-Rai gruppasining chempioni Akbar Ahmad Ziba. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi ko'ruvchilar. Ipak Yo'li Sadosining eng oxirgi bosqichi hal qilg'ish musobaqasi boshlanish oldi turibdi. Men o'quvchilarim ichida Akbar Ziba eng oxirgi bosqichga minib keldi. Endi Akbar Ziba birinchi bosqichdan tortib hozirgacha naqsh o'rinlash texnikasi bilan hozirgacha keng xalq omilasining maqsadga sazovor bo'lib keldi. Akbar Zibaning shu eng oxirgi hal qilg'ish musobaqasida mayli chempion bo'lsin, endi yaxshi ko'rgan narsalarni g'albilik o'rinlab yaxshi natijaga erishishni umid qildim. Men necha o'tgan musobaqadan o'ngishga o'tib, hal qilg'ish musobaqaga qadam qo'ydim. Rostga qilsam, azroq jiddiylashyapman, ammo bu jiddiylash hargizmi qarshi taraf bilan musobaqa qilish jarayonida jiddiylash emas, balki eng oxirida yaxshi naqshlarni sizlarga sunaman degan o'yda sal jiddiylashyapman, ammo o'zimni tutib olgan holda bu naqshlarni yaxshi o'rnashib turishim. Eng oxirida ustozimga deydigan gapim, ustozim, o'zingizni asrang. Davomli yaxshi shogirdlarni tarbiyalashingizni, sizlar miktar yaxshi ustozimning mushunda davomli yaxshi shogirdlarni yetakab chiqib, menga texnik yaxshi yo'llarni ko'rsatib berishingizni umid qilaman. Mangu tinimiz salomat bo'lsin. Zıplayman nazi, nazi. Tuncu kırıp karışlarını, tuncu kırıp gülüşlerini, Xiyal kuşu, xiyallarım ya Nazım bilen birge buluşni Xiyal kuşu, xiyallarım ya Nazım bilen birge buluşni Her vakit sen için ölümden razı Razı, nazi Beni unutma nazi Sen için cennette zıplayman nazi Nazi
albatta birga bo'lishni tushimda u birga bo'lishni qarz ilib yolg'on so'zlari ortiq bilib qechib yurishni qarz ilib yolg'on so'zlari ortiq bilib qechib yurishni har vaqt sen uchun o'limdan rozi nozi nozi meni unutma nozi sen uchun jannatda shukrayman nozi nozi Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mana birinchi aylanma musobaqamizdagi barliq mohirlarimiz o'zining elib kelgan naqshlarini o'rindab bo'ldi. Undaq bo'lsa, endi 4 mohirni biz sahnamizga taklif qilamiz. Qani, sahnamizga marhamat. Undaq bo'lsa, birinchi aylanmadagi naqshlarni mohirlarimiz o'rinlab qo'ygan ekan. Sizlarning yetakchi ustozinglarning sizlarga deydigan qanday so'zlar bor? Birlikte anlap bakaylı. Aldı bilen Abdullah Stas. Her qaysi gruppidagi savodoshlarimizning bugünkü musobaqadagi ifodasi menimcha birinchi qadamda intayin yaxshi bo'ldi. Texmo o'zinglarni qo'yib o'tib, boshda deyishgandek, hamma muallimlar sizlarga shundan o'xshash topshiriq berdi deb o'ylayman. Bugunkini yaxshi bir maydon konsert deb o'ylasanglar. Chunki bizning nazarimizda bu 4 o'quvchimizning hammasi barobar. Menimcha o'tag'an qarindoshlarimizning ko'nglida shunday. Hatto televizor oldida o'tirib sizlarni tomosha qilayotgan barliq qarindoshlarimiz hammalar o'rtaq eslashlik qildi. Hammalarni o'rtaq ko'rdi, takish ko'rdi. Bu yerda birinchi, ikkinchi deb ayrilish bo'ladi, lekin bu o'sha o'yinning tartibi bo'yicha shunday bo'ldi. Amaliyotda kang qarindoshlarning ko'nglida sizlar besib kelgan yo'lning hammasi o'xshash. Bugungi erishgan natijalar o'xshash. Shuning uchun texmo o'zinglarni qo'yib o'tishinglarni umid qilamiz. Bizga yaxshi bir konsert bersanglar. Rahmat ustoz, rahmat. Dilshod Aydin ustoz. Muborak bo'lsin saboqdoshlar. Bugungi mushu bosqich kamikanlar o'ng'ay emas. Nurg'un ajr qantasan dedinglar. Keng xalq ommasiga o'zinglarning eng yuqori mahoratinglar bilan yaxshi ko'rgan naqshlaringlarni, yaxshi o'rinlaydigan naqshlaringlarni xalq ommasiga ato qildinglar, sovg'a qildinglar. Bu sizlarning eng chong natijanglar. O'sha senda tug'an to'rtinglar hammalar mening qalbimda chempion. Bugun Bayatın Abdullah ustoz degandek, o'sha sahnada o'zinglarni erkin qo'yib, texmo mardona qiyofatida xudo bir konsert qo'yayotgandek, o'zinglarning rolini texmo joriy qildirib, yaxshi natijaga erishishinglarni umid qilaman. Rahmat ustoz, rahmat. Nisa ustoz. Men bu 4 o'quvchidan intayin faxrlandim, xush bo'ldim. Chunki hammanglar o'zinglar birdan hozir naqshanglarni aytib oldinglar, shundaq rahat bo'lib qoldinglar. Endi yana bir tavsiyam sizlar, o'zinglarni yana erkin qo'yib o'tmayapsizlar, yana azroq qo'yib o'tinglar. Mushu 4 ustozga vakolatan
sizlarninki bugungi kechiliginglarning o'yininglarning utuqliq bo'lishini umid qilish bilan birga men shu birinchi qaror ikkinchi qaror jarayonida meni izchil holda qo'llab kelgan Shinjang san'at yurti Serik o'migidagi Jangori, Shuji, shundaqlar bizningki rahbarlarimizga Anvar Muhammad apandimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Ham shundaqlar idoramdagi barliq rahbarlarimga, xizmatdoshlarimga rahmatimni bildirish bilan birga sizlarga omad tilayman. Rahmat. Rahmat ustoz. Adila Sodiq ustoz. Do'stim, singlim tamtirabsizlar. Menmi tamtirab ketdim, o'sha o'tirib yurgim degan ko'p so'qmish yarimga qabilib. Lekin buna turib o'ylab baqsaq bizning orzu qilgan, istak qilgan narsalarimiz biz agar televizorning oldida boshqa bir sen mushnaqshni aytayotgan bo'lsa, biz safhada o'tirib, "Hey, mana o'rdan men bo'lganimsa, menda aytib deb o'ylaymiz. Qani shu fursat keldi, 3-4 minut sizlarga liqaz. Hammamiz tomoshabinlar televizor oldidagi hamma odamlar hozir sizlarga qarab turdi. Bahrininglar, huzurninglar, naqshanglardan. G'ayrat, shijoat, g'ayrat-a? Rahmat ustoz, rahmat. Mana ustozlarimiz baholarini berib oldi. Albatta, mohirlarimiz endi eng oxirgi natijasini manga o'xshashlar intayin jiddiylik hissiyotida saqlayotdi. Undaq bo'lsa, endi bizning baholovchi ustozlar guruhi shundoqli yana xalq vakillarining bilet tashlaydigan vaqtiga to'g'ri keldi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, keng son ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh.